Ona. Hey, yo'qoldasan. Dadasi, bitta savolim bor-da, aytmasam bo'lmaydi. O sana mana shu iflos savollaring deb yaqinda ajrashib ketamiz. Shu savol kechadan beri ichimda tirnayapti-da. Agar hozir shu savolni bermasam, ertaga peshingamni, shomgamni chiqarishadi-da. Iltimos xotin, bor o'sha burchi-murchida o'ynab turgin. Yo'q, hozir aytaman. Savol. Hozir bir ikkita harom savollardan beradi, hammasini rasvo qiladi. Men bitta narsani bilib qoldim-da. Sen butun mahallada nima bo'layotganini bilarding-ku. Qanday sen bilmaydigan narsa bor ekan? Nimani bilib qolganimni aytaveraymi? O'lsin, ayt. Men bor-ku, siz nima uchun meni yaxshi ko'rmasligingizni bilib qoldim. Vo, menga ham qiziq. Nimaga ekan? Demak, yaxshi ko'rmasligingizni tan oldingiz. Ya xotin, men seni yaxshi ko'rganman-ku, yaxshi ko'rardim, yaxshi ko'raman-ku. Endi meni qaytadan sevib qolmagunizcha ko'zimga ko'rinmang. Tuppa-tuzuk o'tirdim mana shu kitobchani o'qib. Bitta iflos savol bilan hammasini rasvoy radd qildi. Xotin? Men seni sevaman-ku. Sezmayapman-da. Sezishga harakat qilgin. Sezgim kelmayapti. Amayli, unda keyin kelarman. Mayli xotin. Chalg'ima. Men sevishda davom etaman. Xotin. Nima? Seni bir sevgani keldim-da. Sevgiz Slabi. Xotin shu paytgacha Slabi emas edi, lekin Sevgizni yaxshiroq isbotlashga harakat qiling. sevish muncha qimmat-ey. Xotin. Ha, onangimga erkakdan safar qilib bordi. Nima deysiz? Ifloslarcha sevishimni isbotlagani keldim. Endi bu sevgizga sal ishonsa bo'ladi. Men seni borib pashshada yaxshi ko'raman. Nimaga pashshada? Pashsha nimani yaxshi ko'radi? Nimani yaxshi ko'rarkan? Buni ochiq-oydin ayta olmayman-u, lekin bizning sevgimiz mana shu sevgiga jicha yaqinda. Ta'sirlashni ham o'ldirib yubordingiz-ku. Ha, bo'pti. Xo'sh, savolimga javob topdingizmi? Nima uchun meni yaxshi ko'rmas ekansiz? Nima uchun yaxshi ko'rmasligimni bilmayapman. Nima? Buyni sana. Bitta savol bilan yana hammasi boshidan boshlandi. Azizlar, xalqimizning bir muqaddas gapi bor. Yeganing shu bo'lsin.